Assalomu alaykum hurmatli hamyurtlar, hurmatli talabalar. Bugungi videomiz talabalar turar joyiga joylashish, ularga qanday imtiyozlar berilishi, kimlar esa talabalar turar joyida tekin, ya'niki subsidiya orqali turish haqida ma'lumot beramiz. Xo'p, talabalar turar joyiga 18-avgustdan joriy yilning arizalar qabul qilish boshlangan, ya'niki MyGov orqali ariza tashlanadi. Endi talabalar turar joyiga ariza tashlaganda kimlarga qo'shimcha ustuvorlik beriladi qabulda? Xo'p, birinchi ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan talabalar. Ularga qo'shimcha stipendiya ham beriladi har oy. Xo'p, ikkinchisi kam ta'minlangan yoki ijtimoiy reyestrda turuvchilar. Birinchi, ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan talabalar. Yoshlar daftari, ayollar daftari. Mana shu ro'yxatda kirgan talabalarga talabalar turar joyiga joylashda imtiyoz bor qo'shimcha. Olis hudud, oilada bir nechta kontrakt asosida o'qiyotgan talabalar hamma imtiyozdan foydalanish kerak ro'yxatda o'tishda. Ma'lumotlar qiziqayotgan bo'lsa, yana nima haqida ma'lumot kerak bo'lsa yozib qoldiring, biz harakat qilamiz yoritib borishga. Ma'lumotdan foydalanayotgan bo'lsa, talab bo'lgan do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Telegram, YouTube kanallarimizga kuzatib boring.